Maydonga navbatdagi uchrashuv ishtirokchilarini taklif etamiz. Aziz Tepa va G'oziyo'g'liq jamoalari. Qadrli futbol ixlosmandlari, Havaskorlar Ligasi 11-tur dasturidan o'rin olgan 3-uchrashuv boshlandi. Maydonda Aziz Tepa va G'oziyo'g'liq jamoalari birinchi daqiqadayoq G'oziyo'g'liq jamoasi hisobda oldiniga chiqib oldi. Gol muallifi ikkinchi raqamda o'ynayotgan Ozod Kamolov. Aziz Tepa jamoasi oq libosda o'ynayapti. Jamoa darvozasida Izzat Muzaffarov turibdi. Maydonda shuningdek 5-raqamda Sharif Hoshimov, 7-raqamda Shohjahon Umarov, 8-Barkamol Meliyev, 10-raqamda jamoa sardori Aziz Jo'rayev, 14-raqamda Muhammadjon Yusupov. G'oziyo'g'liq jamoasi tarkibi bilan tanishtirib o'tamiz. Darvozada Bekzod Ro'zmatov, 2-raqamda hozircha yagona bo'lib turgan gol muallifi Ozod Kamolov, 7-raqamda Islomxon Karimov, 10-raqamda Abdulloh Saminov, 14-raqamda jamoa sardori Ibrohim Hasanov va 17-raqamda Abbos Qurbonov. Uchrashuvni boshqarib borayotgan hakamlar Vosidjon Ergashev va Rashidjon Sodiqov. Zaxiradagi hakam Shuhratjon Akbarov.
Qadrli tomoshabinlar, hozircha 1-0 kutilmaganda deb aytaylik. Dastlabki soniyalardayoq G'oziyoqlik jamoasi vakillari darvozani ishg'ol qilishdi. Vaholanki G'oziyoqlik jamoasi hozirgacha o'tkazilgan 10 ta uchrashuvda 2 marotaba g'alaba qozongan, 1 marta durang o'ynagan va 7 bor maydonni mag'lub bo'lib tark etgan. Musobaqa jadvalida 11-o'rinda borayapti. O'z navbatida Aziztepa jamoasi hozircha musobaqa jadvalida 3-o'rinda, hali chempionlikdan umid uzgani yo'q. Buning uchun o'zi g'alaba qozonishi va birinchi hamda ikkinchi o'rinda borayotgan jamoalar mag'lubiyatga uchrashini kutishi zarur bo'ladi. Aziztepa jamoasi 10 ta uchrashuvdan 8 tasida g'alaba qozongan, 2 marotaba hozircha o'zidan musobaqa jadvalida yuqoriroqda turgan raqiblarga imkoniyatni boy bergan. Juda kuchli, lekin o'ta noaniq zarba Abbos Qurbonov zarba bergan edi. Sinchkov tomoshabinlar e'tibor bergan bo'lishsa ajab emas. Har ikkala jamoa Angliya Premier Ligasining amaldagi g'olibi hamda joriy mavsum peshqadami Manchester City klubi liboslarida maydonga tushgan. Qaysidir ma'noda hozir maydonda Manchester Cityning ikki jamoasi o'ynayotgandek. Oq libosdagi Manchester City hujumga o'tyapti va darvozabon to'pni egallab oldi. G'oziyoqlik jamoasi darvozasida 12-raqamda Bekzod Ro'zmatov turganini eslatib o'tay. To'p maydonda qoldi va raqiblar ta'qib uyushtirib raqib darvozasi tomon so'ngra zarba berishdi. Juda kuchli tepilgan to'p Muhammadjon Yusupovning zarbasidan keyin darvozabonga tegdi va to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Endi Aziztepa burchakdan to'pni o'yinga kiritdi. Darvozabon kutilmaganda to'pni egallay olmadi. Yana hujum, yana zarba va 14-raqamdagi Muhammadjon Yusupov tepgan to'p maydon tashqarisiga ravona bo'lganini ko'rdingiz. Qizig'i shundaki, Aziztepa jamoasi hozirgacha raqiblar darvozalariga o'sha 10 ta uchrashuvda 60 ta to'p kiritgan va o'z darvozasidan bugunga qadar 30 ta to'p o'tkazib yuborgan edi. O'rtacha har bir uchrashuvda 6 ta gol urilgan, 3 ta to'p o'tkazib yuborilgan. O'z navbatida G'oziyoqlik jamoasi hozirgacha raqiblar darvozalariga jami 30, bugungisini qo'shib hisoblasak 38 ta to'p urdi. O'z darvozasidan 49 ta to'p o'tkazib yuborgan. Hujum davom etadi. Zarbaga bu safar ham aniqlik yetishmadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bir nechta hujumni zarba bilan Muhammadjon Yusupov yakunlashga harakat qilib ko'rdi. Vaholanki Aziztepa jamoasi tarkibida jamoa sardori Azizxon Jo'rayev ham o'ynayapti. 10-raqam egasi Azizjon hozirgacha o'tkazilgan turlar yakuniga ko'ra eng sermahsul to'plar bo'lib turibdi. Zarba, yana zarba, ketma-ket bir necha marotaba zarba berdi mana shu futbolchi Muhammadjon Yusupov, 14-raqam egasi. Lekin hozircha uning zarbalariga aniqlik yetishmayapti. Raqiblarning javobi kutilmaganda to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Oddiygina vaziyatda Abdujabbor Shokirov to'pni o'ziga bo'ysundira olmadi. To'p qo'l bilan o'ynaldi, shu boisdan ham jarima zarbasi belgilandi. Uchrashuv hakami jonli devor belgilangan masofaga surilishini talab qilyapti. Ikki futbolchi jonli devorda. Kombinatsiya naf keltirmadi.
Birinchi taymning 8-daqiqasi boshlandi. Barkamol Meliyev to'pni hujumdagi sherigiga aniq yetkazib berdi. Zarba bu safar aniq chiqdi, lekin darvozabonga tasanno u to'pni qaytarib yubordi. O'yin qoidasi buzildi. 7-raqamdagilar to'p uchun kurashda to'qnashishdi va G'oziyoqlik jamoasi vakili qoidani buzdi. Islomjon Karimov nohaq va yana o'sha 7-raqam egalari birgalikda yonma-yon borishmoqda. Muhammadjon Yusupov tepgan to'p raqibga tegib maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Abdulloh Saminov Aziz Tepa hujumini davom ettirishga yo'l qo'ymadi. Birinchi taymning 10-daqiqasi o'tib boryapti. Eslatib o'taman, 1-0 oldinda G'oziyoqlik jamoasi. Birinchi daqiqadayoq Ozod Kamolov darvozani ishg'ol qilgan edi. G'oziyoqlik jamoasining navbatdagi hujumini tomosha qildik. E'tibor bergan bo'lsangiz, musobaqa jadvaldagi mavqeidan kelib chiqib Aziz Tepa futbolchilari ko'proq hujum uyushtirishyapti, ko'proq zarba berishyapti, ammo futbolda ko'proq gol urgan jamoa g'alaba qozonadi. Yana bir urinish, bu safar Shohjahon Umarov tepgan to'p raqibga tegib maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Abbos Qurbonov to'p yo'liga g'ov bo'lgan edi. Avvaldan tayyorlangan qaysidir kombinatsiya raqibni shoshirib qo'yishi kerak. Hozircha bunday bo'lmadi. Umuman olganda G'oziyoqlik jamoasi posboni Bekzod Ro'zmatov ishonchli o'yin namoyish qilyapti. Tezkor qarshi hujum, xavfli vaziyat, gol! Qoyil 11-daqiqada Ozod Kamolov hisobdagi farqni oshirdi. Aztepa jamoasi yana hujumda. Shohjahon Umarov. G'oziyoqlik jamoasi tarkibida
ikkala gol muallifi ikkinchi raqamdagi Ozod Kamolov dam olish uchun zaxira o'rindig'idan joy oldi. O'rniga maydonda jamoa sardori Ibrohim Hasanov paydo bo'ldi. 14-raqam egasi Aziztepaning tezkor hujumi o'ta xavfli tus olgan edi, lekin bu safar ham to'p darvozaga borishini xohlamadi. Islomjon Karimov markazga to'pni uzatdi. Umuman olganda dastlabki daqiqada G'oziyoqlikning goli o'ziga xos kutilmagan voqea degandik. Lekin keyinchalik jamoa tanlagan taktikani o'zingiz ko'rib turibsiz. Aksariyat hollarda G'oziyoqlik himoyada va ketma-ket hujumlar qaytarilyapti. Hozir Aztepa futbolchisi Shohjahon Umarov yiqilib tushdi. Hakamlar qoida buzilmagan deb topishdi. Burchakdan to'p o'yiniga kiritilyapti. O'ziga xos kombinatsiya Azizxon Jo'rayev to'pni darvozaga kiritmoqchi bo'lgan edi, lekin hisob o'zgarmay qoldi. Yana bir urinish. Ana endi G'oziyoqlikning javobini kuzatamiz. Tezkor hujum, xavfli vaziyat, zarba va to'p maydon tashqarisida. Avvalgi safar shunga o'xshagan tezkor hujumni o'ng qanotdan rivojlantirib berishgan va oxir-oqibat chap tarafdan yetib kelgan Ozod Kamolov to'pni darvoza to'riga to'g'rilab qo'ygan edi. G'oziyoqlikning yana bir urinishini ko'ramiz. Xavfli vaziyat vujudga kelganda 3 ta hujumchi 2 himoyachiga qarshi qolgan edi. Mana endi 4 kishi 2 himoyachiga qarshi chiqib kelishdi. Hozir nazarimda 11-raqamdagi Abdujabbor Shokirov qizg'anchiqlik qildi. To'pni darvozaga o'zi yo'llamoqchi bo'ldi. Vaholanki mini futboldagi kombinatsiyalardan birortasini ishlatib, bo'sh darvozaga to'pni olib kirib qo'yish mumkin bo'lardi. Ana endi darvozabonga tasanno. Bekzod Ro'zmatov to'p yo'liga yana bir marotaba g'ov bo'ldi. Birinchi taymning 15 daqiqasi ortda qoldi. 2-0. Shohjahon Umarov to'pni maydon markazida raqibdan olib qo'ydi. O'zi o'ng qanotdan hujumni rivojlantirishga hissa qo'shdi. Markazga to'pni yetkazib berdi va to'pga yetib bora olmadi. Qadrli tomoshabinlar, eslatib o'taman, Aziztepa jamoasi musobaqa jadvalida hozircha 10 turdan keyin 3-o'rinda. Raqib G'oziyoqlik jamoasi turnir jadvalining 11-pog'onasida. Darvoqe musobaqa nizomiga ko'ra jamoalar bir xil ochko to'plashsa, o'zaro o'yinda g'alaba qozongan jamoa yuqoriroq pog'onadan joy oladi.
Darvozabon jarima maydoni tashqarisida to'pni qaytardi qo'li bilan. Qadrli tomoshabinlar, musobaqa jadvalida hozircha xavfli vaziyat, zarba, gol. Azizjon Jo'rayev to'purarlar musobaqasida birinchi o'ringa chiqib olyapti. Yakka birinchi o'ringa. Hozirgacha uning hisobida 30 ta gol bor edi. Endi 31 ta bo'ldi. Shuningdek, Asadbek Komilov oq oltin jamoasi vakili 30 ta to'p kiritgan. Hali u maydonga tushgani yo'q bu turda. Va oq oltin hamda minglar musobaqada g'oliblikka asosiy da'vogar bo'lib kelishmoqda. 10 turdan so'ng oq oltinda 25, minglarda 24 ochko bor. Aztepa jamoasi oradagi farqni qisqartirdi. 2-1. Birinchi taymning 20-daqiqasi o'tib boryapti. Bu havaskorlar ligasi deymiz-ku, lekin futbolda ikir-chikirlar bo'lmaydi. Har bir vaziyatdan imkon qadar samarali foydalangan jamoa oxir-oqibat zafar quchadi. G'oziyoqlik futbolchisi muvozanatni yo'qotdi, lekin to'pni emas. 19-raqamda o'ynayotgan Abdulla Ro'zmatov to'pni o'z jamoasida saqlab qolishning uddasidan chiqqan. Endi esa raqiblarning hujumini tomosha qilamiz. Sharif Hoshimov to'pni o'ziga bo'ysundira olganda Aztepa jamoasi qulay imkoniyatga ega bo'lardi. Darvoqe, qadrli tomoshabinlar, men Sharif Hoshimov deganimda kimlardir hayron bo'lgandir. Mana bu 5-raqamda hozir to'pni qabul qilib olgan futbolchini ko'pchilik Ortig'ali deb taniydi. Lekin pasporti bo'yicha u Sharif Hoshimov. Futbol bahona tanib oling. Eslatib o'taman, birinchi taymning 1 va 11 daqiqalarida Ozod Kamolov Aziztepa jamoasi darvozasiga 2 ta to'p kiritdi va 19-daqiqada Aziz Jo'rayev oradagi farqni qisqartirdi. Abdulloh Saminov to'p yana uning o'ziga qaytib kelyapti. Maydon tashqarisiga to'p chiqib ketdi. Birinchi taymning 23-daqiqasi. Xavfli vaziyat, qoida buzildi, qo'pollik ishlatildi.
Sariq kartochka o'rinchi raqamdagi Abdulloh Saminovga ko'rsatildi. Juda chiroyli kombinatsiya, lekin Mirjalol Qodirov tepgan to'p darvozaga borishni xohlamadi. Abdulloh Saminov to'pni sherigiga uzatib qayta qabul qilib oldi. Zarba juda kuchli va aniq chiqdi, lekin Aztepa darvozaboni to'pni qaytarib yubordi. Izzat Muzaffarov ishonchli o'yin namoyish qildi va sheriklariga tavsiyalar beryapti, kimni qo'riqlash, kimni yopish kerakligini eslatib o'tyapti. Bu ham o'ylangan kombinatsiya deb qabul qilamiz, lekin darvozabon hushyor. Xavfli vaziyat, zarba. Omad kelmasa qiyin deb shunday vaziyatlarga aytishsa kerak. Aziz Jo'rayev hozir musobaqadagi 32-golini kiritishi mumkin edi. Abdulloh Saminov to'pni sherigiga uzatib bera oldi, lekin darvoza yaqinida turgan jamoadoshi to'pni to'rga yo'llashga imkon topa olmadi. Chap oyoqda zarba bergan futbolchi 3-raqamdagi Ozod, yo'q, 3-raqamdagi Iqbol Ibragimov edi. Birinchi taymga hakamlar 2 daqiqa qo'shishga qaror qilishdi. Jonli devor o'z vazifasini munosib bajarganda deyiladi buni. Endi esa 19-raqamdagi Abdulla Ro'zmatov chaqqonlik bilan harakat qildi va to'pni qaytarib yubordi. Birinchi taymning so'nggi soniyalari. Gol! 7-raqamdagi Shohjahon Umarov. Uchrashuv birinchi taymning so'nggi daqiqasida muvozanatni tikladi. Va hakamlar jamoalarni tanaffusga taklif etuvchi hushtakni chalishdi. Qadrli tomoshabinlar, Aztepa va G'oziyoqliq jamoalar o'rtasidagi bahsning birinchi bo'limidan so'ng kuchlar teng kelib turibdi, 2-2. Eslatadi sevgimizni Shipuli. Qadrli tomoshabinlar, uchrashuvning ikkinchi bo'limi boshlandi. Maydonda Aztepa va G'oziyoqliq jamoalari. Aztepa darvozaboni hali tayyorlanib ulgurmasdan to'p o'yiniga kiritildi va darvozabon mana endi bahsni davom ettirishga tayyor. Gol! Aziz Jo'rayev uchrashuvning 26-daqiqasida Aztepa jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi. 3-2.
Va yana bir bora ta'kidlab o'tishimiz joiz. Aziz Jo'rayev musobaqa to'purarlaridan biri. Bugungacha uning hisobida 30 ta gol bor edi. Endi to'purarlar poygasi karvoni boshchi hisobida 32 ta gol bor. O'yin ikkinchi taymi endigina boshlandi. Va biz birinchi taymning dastlabki daqiqasida yo'q mana shu darvozaga to'p kiritilganiga shohid bo'lgan edik. O'shanda Ozod Karimov to'pni darvozaga yo'llagan edi va G'oziyo'g'liq hisobda oldinga chiqib olgan edi. Endi esa raqiblar to'pni darvoza to'riga kiritishdi. Aziz Tepa ilk bora ushbu uchrashuvda oldiniga o'tib oldi. Jamoa hisobidagi gollari jami 63 taga yetdi. Agar Aziz Tepa jamoasi bugun g'alaba qozonsa va raqiblari ochko yo'qotishsa, aynan mana shu jamoa musobaqa chempioniga aylanishi mumkin. Eslatib o'taman, oq oltin jamoasida 25 ochko bor. Ninglar va Aziz Tepa hisobida 24 tadan ochko. Kim biladi deysiz, balki dastlabki daqiqalarda Aziz Tepa jamoasi vakillari raqibni xotirjam va osonlik bilan yengamiz deb o'ylashgandir. Umuman olganda yana bir bor ta'kidlab o'tay, maydonda Manchester City'ga qarshi kim yutsa ham bugun Manchester City muxlislari xursand bo'lishadi. Juda xavfli zarba, lekin to'p darvoza ustuni yonidan o'tib maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Abdulloh Saminov bo'sh turgan cherigiga to'pni yetkazib bermoqchi bo'ldi, lekin raqiblar to'pni olib qo'yishdi va tezkor qarshi hujum bilan javob qaytarishmoqchi. Abdulloh o'z xatosini tuzatdi. Aziz Tepa jamoasi yana hujumda. Jamoa sardori to'pni cherigiga qaytarishda xatoga yo'l qo'ydi va to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, har ikkala jamoa tarkibida 10-raqamdagilar juda faol. To'p maydon tashqarisida, uni G'oziyo'g'liq jamoasi darvoza to'riga kiritdi va bu safar ham gol muallifi 2-raqamdagi Ozod Kamolov. Ikkinchi taymning 6-daqiqasi boshlandi. Bu degani uchrashuvning 31-daqiqasi. E'tiborga loyiq jihati, Ozod Kamolov gollarini 1-, 11- va 31-daqiqalarda kiritdi. Orada 21-daqiqa qolib ketdi. Agar u hozir gol urganda an'anasini buzardi. Uch.
Qoida buzilgani yo'q, o'yin davom etadi. Boz ustiga bu Manchester City libosidagilar bunday vaziyatda yotib olishi yarashmaydi. Xavfli zarba. Sharif Ortiqali Hoshimovning zarbasiga aniqlik yetishmadi. O'z navbatida Aziz Tepa tarkibida futbolchi almashtirildi. 11-raqamda maydonda Mirjalol Qodirov paydo bo'ldi. Xavfli vaziyat. Har ehtimolga qarshi G'oziyoqlik jamoasi vakillari to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuborishdi. Uchrashuvning 33-daqiqasi. 3-3. 33-3-3. Abbos Qurbonov to'pni maydon markaziga yetkazib berdi, lekin 7-raqamdagi Islomxon Karimov to'pni o'ziga bo'ysundira olmadi. Xavfli vaziyat, darvozabon to'pni qaytarib yubordi. Aks holda Aziz Tepa darvozasiga yana bir marotaba to'p kiritilishi mumkin edi. Har ehtimolga qarshi hozir Mirjalol Qodirov to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Ajoyib kombinatsiya. Bu jamoadoshlar bir-birini juda yaxshi tushunadi deb xulosa chiqarish imkonini beradi. Bu endi video operatorlari tepadan urib tushirishga urinish bo'lsa kerak. Bolalikda daraxt ustida o'tirgan qushni rogatka bilan urib tushirishga harakat qilishadi. Bizni futbolchilar to'p bilan video operator urib tushirishmoqchi. G'oziyoqlikning hujumi va mana endi Aziz Jo'rayev himoyachilarga yordam berish uchun qaytib keldi. Ikkinchi taymning 10 daqiqasi ortda qoldi. G'oziyoqlik yana hujumda 3-2 zarba. Darvozabon to'pni qaytardi, yana zarba. Bu zarbaga aniqlik yetishmadi. Nahotki G'oziyoqlik jamoasi gol urish uchun zarbani Ozod Kamolov berishi kerak bo'lsa. Boshqalar tepgan to'p darvozaga borishni xohlamayapti. Chempionlikka da'vogar deyilgan Aziz Tepa nima uchundir o'yini qovushmayapti. Darvozabonga tasanno, agar hozir Izzat Muzaffarov to'pni qaytarmasa, G'oziyoqlik hisobda oldinga chiqib olardi.
3-3. Kim biladi deysiz, bu ham o'sha Angliya Premyer Ligasida chempionlik uchun kurashga o'xshab vaziyatning bosimidir. Manchester City deydigan bo'lsak. Yaqin masofadan turib zarba berildi. Zarba muallifi Shohjahon Umarov edi. Top darvoza to'siniga tegib maydon tashqarisiga chiqib ketdi va e'tibor bering. Hakamlar to'pni g'oziyoqliq o'yinga kiritadi deyapti. Va vaziyatga yaqinroq turgan hakamning qarori inobatga olindi. Rashidjon Sodiqov to'pni g'oziyoqliq jamoasi o'yiniga kiritadi deb qaror qabul qildi. Yana kuchli zarba, yana bir marotaba to'pni darvozabon qaytargandan so'ng to'p darvoza to'siniga tegib maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Tasanno. Haqiqatdan Aziz Tepa jamoasi darvozaboni Izzat Muzaffarov so'nggi bir necha daqiqa ichida 3 marotaba darvozasini muqarrar gollardan qutqarib, jamoa sovrinli o'rinlar uchun bahsda hali o'yinda ekanligini anglatyapti. G'oziyoqlikning yana bir hujumini tomosha qilamiz. Ozod Kamolov. Bilasizmi nima uchun Ozod Kamolov gol urmadi? Yana 3 daqiqa bor gol urish uchun. Bu orada Aziz Jo'rayev darvozani ishg'ol qildi. Ikkinchi taymning 14-daqiqasi, uchrashuvning 39-daqiqasida hisob o'zgardi. 4-3. Aziz Tepa yana oldinda. Aziz Jo'rayevning gollari 33 taga yetdi. O'yin davom etadi. Juda kuchli, lekin o'ta noaniq zarba. Aziz Tepaning yana bir hujumi qaytarildi. Maydon markazini kesib o'tayotganda G'oziyoqlik jamoasi vakili to'pni oldirib qo'ydi. Endi esa yon chiziqdan to'p o'yinga kiritiladi. Islomxon Karimov raqiblarni aldashni uddaladi, sherigi to'pni yo'qotdi, xavfli vaziyat va Ortiqalining zarbasi o'xshamadi.
Barkamol Meliyev hozir jon jahdi bilan to'pni tepdi-yu, darvozani biroz bu yoqqa surib qo'yish eslardan chiqib qoldi. G'oziyoqlik tarkibida maydonda 14-raqamda jamoa sardori Ibrohim Hasanov paydo bo'lganiga e'tibor qaratib o'taylik. Ozod Kamolov unga o'z o'rnini bo'shatib berdi. Va bu degani Aziz Tepa darvozaboni biroz xavotirlanmasa ham bo'laveradi deganidir. Chunki G'oziyoqlikda faqat va faqat Ozod Kamolov gol uryapti bugun. Uchrashuv ikkinchi taymning 18-daqiqasi o'tib boryapti. 4-3 oldinda Aziz Tepa jamoasi. Ajoyib kombinatsiya, lekin zarba berishning imkoni topilmadi, keyin qoida buzildi. On 14-raqamdagi Muhammadjon Yusupov o'rnidan ko'tarildi va darvoza to'sini yonidan joy oldi. Hujum hali nihoyasiga yetgani yo'q. Ammo aynan mana shu joyda hozir Aziz Tepa futbolchisi bo'lganda darvoza ishg'ol qilinishi mumkin edi. Tezkor qarshi hujum. Qoyil. Agar hozir Barkamol Meliyev buni ataylab o'ylagan bo'lsa, tasanno. U to'p o'tkazib yuborishni raqib kutmagan edi. Maydon markazida G'oziyoqlik jamoasi vakillari to'pni qaytarib olishdi. Hujum davom etadi. Burchakdan to'p o'yinga kiritiladi. To'p yo'qotildi va tezkor qarshi hujum. Zarba, darvozabon to'pni qaytarib yubordi. Aks holda Abdujabbor Shokirovning xatosi qimmatga tushardi va Shohjahon Umarov gol muallifi sifatida e'tirof etilardi. Yana bir zarba, to'p himoyachiga tegib maydon tashqarisiga chiqib ketdi va burchakdan o'yinga kiritiladigan bo'ldi. Ikkinchi taymning 20-daqiqasi nihoyasiga yaqinlashmoqda. Aziz Tepa va G'oziyoqlik jamoalari o'rtasidagi bahsda 4-3 murosasiz kurash. Aziz Tepa oldinda. Gol! Qoyil. Barkamol Meliyev. Uchrashuvning 45-daqiqasida hisobdagi farqni oshirdi. 5-3. Sal avval Barkamol juda kuchli zarba bilan to'pni tepgan edi, lekin zarbaga aniqlik yetishmagan edi. O'shanda biz darvozani surib qo'yishsa gol bo'lardi degandik. Hozir darvozani to'g'risidan turib tepdi va haqiqatdan gol bo'ldi. Abdujabbor Shokirovdan qabul qilib olingan to'pni Aziz Tepa vakillari tezkorlik bilan hujumga olib kelishdi. Darvozabon to'pni qaytarib yuborgani uchun hisob o'zgarmay qoldi. Bekzod Ro'zmatov sheriklariga ko'rsatmalar beryapti. Xavfli vaziyat. Aziz Jo'rayev qulay imkoniyatga chiqib borgan edi, lekin hisob o'zgarmay qoldi. Yana bir hujum. Aziz Tepa oldinga boryapti. Darvozabonga tasanno. Raqib to'purarining aldamchi harakatlariga uchmadi.
Hoshimov oldinga kelyapti. Jo'rayev. Raqiblar undan to'pni olib qo'ygandek, lekin yana Aziztepa vakillariga to'pni yetkazib berishdi. Zarba to'p darvoza ustuni yonidan o'tib ketdi. Endi o'yinni davom ettirish mumkin. Abbos Qurbonov. To'p yon chiziqni kesib o'tib maydon tashqarisiga chiqib ketib ulgurgan edi. Boshlanishi yaxshi bo'lgan hujum nihoyasiga yetmay qoldi. Mana bu yerda esa o'yin qoidasi buzildi. Do'stona harakat natijasida Abdulla Ro'zmatov ogohlantirildi. Uchrashuvning 48-daqiqasida G'ozoyoqlik futbolchisi ogohlantirildi. Umuman olganda yomon o'ylanmagandi. Faqat texnik jihatdan hujumni oxiriga yetkazishni uddasidan chiqa olishmadi G'ozoyoqlik vakillari. Yana bir ajoyib hujum. Darvozabon to'pni qaytardi. Yana zarba. Omad kelmasa qiyin deymiz ba'zida, lekin darvozabon xohlamasa-chi. Aziztepa darvozaboni hozir juda mushkul vaziyatda qolgan edi. Avval bir tarafdan zarba berishdi, to'pni qaytardi, keyin boshqa tarafdan va u hozir o'rniga o'ziga keladi, o'rnidan ko'tarildi. Ibrohim Hasanov hozir kutmagan edi. Natijada tezkor qarshi hujum Shohjahon Umarovning goli bilan yakunlandi. Uchrashuvning so'nggi daqiqasi boshlandi. Beshu 3 va ikkinchi taymga 3 daqiqa qo'shib berildi. 6-3. 6-tur. Gol muallifi 3-raqamdagi Iqbol Ibragimov. Aziztepa jamoasi vakillari g'alabani o'z qo'llarida saqlab qola olishsa, 11-uchrashuvni o'tkazganlaridan so'ng gol! Bara endi shak shubha bo'lishi mumkin emas. 7-tur. Gol muallifi 10-raqamdagi Aziz Jo'rayev. Ana endi bahsda kim g'alaba qozonadi degan savolni kun tartibidan olib tashlasak bo'laverar. Oqibatda Aziztepa jamoasi 11-turda 9-g'alabasini qo'lga kiritdi va musobaqa jadvalida hozircha 1-o'ringa ko'tarilib oldi.